Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününizə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. İstanbul Cumhuriyet Baş Təftişliki 20 fevral günü başlayan harekette Xitayga casusluk qilish bilan ayıplanıp tutqun qilingan 6 gumondarning qilmishlari oshkorlangan. İstanbul Cumhuriyet Baş Təftişliki 20 fevral günü başlayan harekette Xitayga casusluk qilish bilan ayıplanıp tutqun qilingan 6 gumondarning qilmishlari oshkorlangan. Habertürk televiziyasi 28 fevral günü e'lon qilgan xabarga qaraganda Xitayga casusluk qilgan bu 6 gumondardan Sodiq Mehmet Izizning Xitoy Davlat xavfsizlik idorasining xodimi Qağılıq Nayerlik Partkomның muavin sekretari Li bilan ko'rishganligi, aslida uning 2000 yillardan boshlabla Xitoy saqchi doiralari josuslardan Motivulla va Olimjon ismli josuslar bilan telefonda aloqalashib turganligi oshkorlangan hamda İstanbul Baş Təftişligi yo'llangan doklad qayd qilingan. Turkiya istixbarotining dalilishiga asoslanganda Sodiq Mehmet Iziz Xitoy josuslari bilan yuzturan ko'rishish uchun 2023-yili Hong Kongga orqadan Qashqar Qağılıq Nayesiga borgan. O yerda Li familiyalik jasus ve Olimjon bilan ko'rishgan. Uningdan keyin Saudiya Arabistonning Jiddi shahrida Olimjon bilan qayta ko'rishgan. Har qatim ko'rishganda Sharq Turkiston tashkilotlarining yig'inlari, Turkiyada tanilgan siyosiy faoliyatchilar va jamoat arboblarining turalg'u joyi va ish faoliyatlari haqida to'plagan uchurlarni ta'minlagan. Turkiyadagi jamoat arbobi Abduqodir Yapchan bilan yaqin o'tirish uchun 2023-yili 1-oyda Başak shahridan uy izlagan. Zeytunburunda navoiylik qilgan Abdullani Suriyadagi Uyg'urlar haqida uchur to'plashga salgan. U yuqorqi josuslik faoliyatlari uchun Xitoydan jami $22,000 pul olgan. Gumondorlardan Habibulla Urumchi Olimjondan olgan pulni Sodiq Mehmet Izizga yetkazib berishda vositachilik qilgan. Uningdan boshqa gumondorlardan Hashim Sobito'g'li umr haj qilish bahonasida Saudiya Arabistonga berib, Xitoydan olgan pulni tijoratnom bilan Sodiq Mehmet Izizga bergan. Gumondorlardan Abdullah Nasir Bursadagi bir mehmonxonada Shuagangzhong ismli bir Xitoy josus bilan ko'p qatim ko'rishgan. Navbatda bu delo yana davomli tekshirib dalillash bosqichida ekan. Dünya Uyghur Qurultayı Qanun Komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining ijroiya direktori Mehmet To'xtapandi 27 fevral kuni Kanada Ko'chmanlar ministri Mark Miller bilan ko'rishib, Kanadaga keldigan Uyg'urlarning ko'chmanlik rasmiyatlarini teziltish haqida suhbat ilib borgan. Mehmet To'xtapandining bu haqda Facebook hisobida e'lon qilgan uchuriga qaraganda, ministr Mark Miller 10,000 Uyg'urni Kanadaga o'rinlashtirishning Kanada parlamenti ham Kanada hukumatining o'rtaq qarori ekanligini, uning hech qanday o'zgarish yoki kechikish bo'lmaydiganligini bildirgan. Xitoyning ziyonkashligidan qochib chiqib, 3-davlat panohlanayotgan Uyg'urlardan 10,000 kishining Kanadaga kelishiga turtki bo'lgan qonun loyihasi 2023-yili 2-oyda Kanada parlamentida ovoz qo'yilib, to'liq ovoz bilan ma'qullangan edi. 2023-yili 11-oyning 1-kuni Kanada hukumati bu qonunni 2024-yili 1-oydan boshlab rasmiy ijro qilganligini bildirgan edi. Kanada parlamenti a'zosi Samir Zubayri bu vaqtda to'xtalib, Kanada hukumatining 10,000 Uyg'ur va boshqa Turkiya xalq musofirlarining Kanadaga ko'chman bo'lishiga ketadigan iqtisodning tasdiqlanganligini bildirgan edi. Mehmet To'xtapandi bu vaqtda uchur berib, 10,000 Uyg'ur musofirni Kanadaga ilib kelish ijroat ishlarining 2024-yili 1-oyda boshlanganligini, dastlabki qadamda bir necha ming Uyg'ur musofirning oldimizgi 4 va 5-oylarda Kanadaga kelganligini aytdi. 23 fevral Yaponiya Uyg'ur jamiyatining boshlamchiligida Yaponiyadagi Uyg'urlardan bir guruh yer tavrigan Ishikawa o'lkasiga berib, yer tavrash ofatiga uchirgan yaponlarga yordam berib, Yaponiya xalqining zo'r olqishiga erishgan. Bu yil 1-oyning 1-kuni Yaponiyaning Ishikawa o'lkasida 7,6 bal qattiq yer tavrash yuz bergan. Xabarlarda aytilishicha, shu kundan tortib bugungacha qoldiq yer tavrashlar 1680 qatimdan ortiq davom qilib, nihoyat og'ir ofatni keltirib chiqargan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ahmad Letip apandining bildirishicha, mazkur yer tavrash ofatida 240 dan ortiq odam o'lib, 1300 dan ortiq odam yaralangan. 20 dan ortiq uy va imorat yerim vayronchilik uchirgan. Ahmad Letip apandi yer tavrigan Ishikawa o'lkasiga borgan 20 atrofida Uyg'urning 2 guruhiga bo'linib, yordam xizmati ilib borganligini bildirib, mundaq dedi. Bu ofatninki dastlabki mezgillarda shu ofat bo'lgan rayonning sirtidan yordamga odam qabul qilmagan. Yaqinda boshqa o'lkalardanmi yordamga odam qabul qilishni boshladi. Shuning bilan biz Yaponiya Uyg'ur jamiyati, Yaponiyadagi Uyg'ur qarindoshlardan bir guruh odamni tashkillab, 2-oyning 23-kuni bu ofat rayonida bir yurish faoliyatlarini ilib bordik.
Uyg'ur do'ppilarini kiyib, yatavrash opatiga uchirgan yaponlardan hal so'rab, tamoq tarqatgan Uyg'urlardan rozi bo'lib, minnatdorligini bildirishgan yaponlar Uyg'urlarni unutmaydiganligini ifodalashgan. Dünya Uyg'ur qurultiyining Yaponiyadagi vakili va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Saud Mehmet Efendi yatavirgan afat rayonida o'zlarining bugun Xitoyning irqiy qirg'inchilik ofatiga uchrayotgan Uyg'urlar bo'lish sifati bilan ofatga uchragan yaponlarga yordam berish orqali ularga Uyg'ur millatining to'nqanligini ilgari surib mundaq dedi. Men o'ylaymanki, biz Uyg'urlarmi bir ofatga uchrayotgan xalq. Biz uchrayotgan ofat bo'lsa, shu kommunist Xitoylar tomonidan yurgizilayotgan bir sunniy ofat, milliy qirg'inchilik. Hamda yaponlarning beshiga kelayotgani bir tabiiy ofat. Bu o'xshamaydigan ofat. O'xshamaydigan ofat bo'lsa-mu, biz ofatga uchragan millat bo'lish sifatimiz bilan mush ofatda urug' tuqqanlardan ayrilib ketish, mol-mulkdan ayrilib ketish degandek mushta kulfatlarni yaxshi bilamiz. Hozirgi mush ofat rayonidagi yaponliklarningki kayfiyatini yaxshi bilamiz deb o'ylayman. Dаңлıq gimnastikçi Nariman Qurbanov 22 ve 25 fevral aralıqida Germaniyaning Cottbus şəhərində ötən gimnastika boyunca dünya müsabiqəsinin ikinci basqıçında altın medalga erişdi. O yağaş atda oyun ko'rsatish turi boyunca birinchilikni egalladi. Bu haqda Qozog'istonning Qozoq axborot xalqaro axborot agentligi va boshqa bir qator ommaviy axborot vositalari, shuningdek Qozog'istonning Sayohat va Tanarkat ministerligi hamda Olimpik komiteti xabar tarqatgan. Ularda aytilishicha, mazkur musobaqaga 70 dan oshiq davlatdan 300 atrofida tanarkach qatnashgan. Qozog'istonlik Nariman Qurbanov birinchilikka, Iordaniyalik va Janubiy Koreyalik tanarkachlar 2 va 3 o'rinlarga erishgan. Mazkur natijasi bilan Nariman Qurbanovning bu yil Fransiya poytaxti Parijda o'tadigan Olimpik musobaqasiga qatnashishiga mumkinchiliklar tug'ilgan. E'linishicha, bu yil 26 iyuldan 11 avgustgacha Fransiya poytaxti Parij shahrida 33 navbatlik Olimpik musobaqasi bo'ladi. Agar Nariman Qurbanov gimnastika bo'yicha bu musobaqaga qatnashish imkoni bo'lsa, bu Qozog'iston uchunmi, Uyg'urlar uchunmi zo'r sharaf hisoblanadi ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishkish aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.